Assalomu alaykum azizlar. CapCut va mobil montaj kursiga xush kelibsizlar. O'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Bekzod, aka Bekzod Son. Mobilografiya, videografiya sohasida 3 yildan beri ishlab kelyapman. Sizlar biladigan Texnikum, O'zbek, Karizma, Student Hunter, Aija, Space Gaming, SMEC proyektlar bilan ishlaganman. Kursimiz 12 ta darsdan iborat bo'lib, birinchi dars 0 dan CapCut o'zi nima, interfeys qanaqa bo'ladi, unda qanaqa ishlash kerak, nimaga kerak, nimaga qodir ekanligini ko'rib chiqib, 12-darsgacha qanaqa qilib shu qilingan montajdan, o'rgangan narsalardan qanaqa qilib уже birinchi pulni topishni ko'ramiz. Mobil montaj o'zi nima? Mobil montaj bo'lishi mumkin bu yoki bu. Lekin siz bu kursni to'liq o'tib bo'lgandan keyin qanaqa qilib ikkinchi turdagi montajlarni qilishni o'rganasiz va bu orqali o'zingizni brendingizni yoki montaj bo'yicha freelance qilib pul topishni boshlashingiz mumkin. Birinchi darsimiz CapCut bilan tanishuv va mobil montaj asoslari. Birinchi bo'lib App Store yoki Play Marketga kirib, CapCut ilovasini yuklab olamiz. Xo'p. CapCut ilovasi shu ko'rinishda bo'ladi. CapCut yuklab olgandan keyin unga kiramiz. Me, Projects, Templates, Edit. Birinchi bo'lib akkauntni registratsiya qilib olamiz. Tap to sign in tugmasini bosib, sign in with Google. Google bilan davom etib ketamiz, chunki Google account hammada bor. Google account bilan sinxronizatsiya qilib, account ochib olishingiz ancha qulay o'zingizga. Chunki hech qanaqa nomer, email so'ramaydi. Tikkasiga o'zingizni Google accountingiz bilan kirib ketasiz. Hop, ilovaga kirib oldik, registratsiya qilib oldik. Endi Projects tugmasini bosib, Create'ni bosamiz va o'zimizga tanlab olib 2-3 ta videoni CapCut ilovasiga tashlab olamiz. Endi ko'rib chiqadigan narsamiz CapCut interfeysi. Tanlagan videolarimiz proyektga tushdi. Bo'ldi. Уже birinchi qadam qo'yildi. Endi oxiridagi водяной znakni olib tashlaymiz. U bizga kerak emas. Delete tugmasi bilan. Hop, bizda 3 ta kadr bor. O'zi CapCut interfeysi qanaqa ishlaydi? Bu ko'rib turganingiz, birinchisi bu o'sha biz tashlagan videomiz qanaqa ahvolda, nima edit qilyapmiz va qanaqa ko'rinishda. Birinchi kadrimiz ustiga bosamiz va bizda split, volume, animation, effects, delete, speed, beats, crop, duplicate, har xil tugmalar bor. Har bittasi nimaga javob beradi. Split bu videoni bo'lib o'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Videomiz bo'lindi. 2 ta kadrga aylandi. Volume bu ovoz. Ovoz qanchalik baland, past, olib tashlasangiz bo'ladi, ovozini balandroq qilsangiz bo'ladi, o'zingizga yoqadigan qilib. Animation. Videongizga animatsiya qo'yib beradi. Ya'ni boshlanishda qanaqa animatsiya bo'lishi mumkin? CapCut o'z animatsiyalari juda ham ko'p. Hammasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qanaqa effekt beryapti? Out bor. Ya'ni videongiz kadringiz qanaqa tugatganda qanaqa animatsiya qo'shsangiz bo'ladi. U ham shu. Har xil animatsiyalar bor. Qanaqa qilib videongiz tugashi. Ikkalasini ham olib tashlaydigan bo'lsak, komboga o'tadigan bo'lsak, to'liq kadringizga o'sha butun animatsiyani qo'shib beradi. Ya'ni sway out degan galchkani bosamiz ko'rishingiz mumkin, kadringiz boshidan oxirigacha o'sha biz belgilagan animatsiya bilan bog'landi. Agar yoqmaydigan bo'lsa, buni olib tashlab boshiga fade in, pastda palzunok bor, ko'kda. Uni qanchalik animatsiyangiz uzunligini aniqlashingiz mumkin, qo'yib olishingiz mumkin o'zingiz uchun. Xohlasangiz 0.2 sekund qiling, xohlasangiz 1 sekund qiling. Animatsiyangiz shu vaqt davomida bo'lib o'tadi. Aytaylik 0.3 qo'ydik. Videoni ko'radigan bo'lsak, 0.3 sekundda mana animatsiyamiz bo'ldi. Xo'p, animatsiyani ko'rib chiqdik. Keyingisi effects. Ya'ni videoga qo'yiladigan effektlar. Zoom lens deylik, oldik. Ko'rishingiz mumkin. Kadringiz o'sha effektimiz bo'yicha yaqinlashyapti. Ya'ni zoom lens, zoom bo'lyapti, yaqinlashyapti.
delete tugmasi просто kadrni olib tashlaydi. Agar bilmasdan bosib yuboradigan holatlar ham bo'ladi ko'pincha. Uning uchun проигрыватель deb aytib o'taman. Проигрыватель bu mana videoyingizni ko'rayotgan joyingiz qanaqa ahvolda bo'layotganini. Mana shu. Xo'p. Shuni o'ng tarafida strelkalarimiz bor. Chapga, o'ngga. Ya'ni bu o'zi orqaga va oldinga degan. Ya'ni qilgan harakatingizni orqaga qaytarsangiz bo'ladi yoki orqaga qaytarganingizdan keyin yana oldinga qaytarsangiz bo'ladi. Masalan, biz delete tugmasini bilmasdan bosib o'rgan bo'lsak, orqaga qaytarsak bo'ldi. Delete qilgan narsamiz yana orqaga qaytib keldi. Bu narsa faqat delete ga emas, hamma narsaga taalluqli. Nima effekt qo'ydingiz, tekst qildingiz, videoga qanaqadir o'zgartirish kiritdingizmi? O'shani orqaga qaytarmoqchi bo'lsangiz, orqaga bosish tugmasi bilan yoki oldiga bosish tugmasi bilan yana qaytadan o'sha effektni qo'ysangiz bo'ladi. Qilgan mashqingizda. Speed, tezlik. Ya'ni kadringiz qanaqa tezlikda bo'lyapti? Xohlasangiz 2x, xohlasangiz 5x, 10x gacha boradi, 100x gacha boradi. Aytaylik, 2x qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, kadrimiz 2 barobar tezlashgan. Mana. Xo'p. Beats, ya'ni beatsga bosadigan bo'lsangiz, ya'ni kadringizdagi zvuklar qanaqa bo'lyapti? Qanaqa to'lqinlarda ko'rinyapti? Bizda eshik yopilgan ovoz bor, shuning uchun bitta dona to'lqinimiz bor. Hop. Eshik yopilgan paytda ovoz to'lqini balandlangan. Shuni ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, crop bu videoyingizni qanaqa holatga keltirsangiz bo'ladi. Kichkinaroq, kattaroq yaqinlashtirsangiz bo'ladi kadr o'zini yoki proporsiyasini o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Instagram variant, YouTube variant, 1:1, 4:3, shunaqasiga har xil variantlar bor. Biz Instagram bilan asosan ishlaganimiz uchun 9:16 ishlatamiz. Yoki-da tagidagi tugmalarni bosmasdan o'zingiz kadrni o'zini 9:16 formatda yoki boshqa xohlagan formatingizni tanlagan holatda ham kadringizni o'zi mana shu formatda qanchalik yaqinroq, uzoqroq qilishingiz ham mumkin. Duplicate bu ya'ni o'sha olgan kadringizni xuddi shunaqa yana bitta kopiya qilib beradi. Bo'ldi. Bu duplicate faqatgina kadrga emas, nisbatan tekst qo'ysangiz, tekstga nisbatan, muzika qo'ysangiz, muzikaga nisbatan, sound effect qo'ysangiz, sound effektga nisbatan hamma narsaga ishlaydigan duplicate. Ya'ni prosta bosgan kadringiz, zvukingizga qarab, uni xuddi shunaqa yana qo'yib beradi, kopiyasini. Replace tugmasi nima? Replace tugmasi masalan oldik kadrni biz galereyamizdagi bor narsadan boshqa kadrga o'zgartirmoqchimiz. Replace bosamiz, galereyamiz ochiladi. Galereyadan bizga yoqqan kadrni olib, shuni o'rniga qo'yib yuborsak bo'ladi. Bak, bo'ldi. Shuni o'rniga qo'yildi. Mana. Davom etamiz. Tak, overlay, ya'ni videoni aytaylik, mana bunaqa ko'radigan bo'lsak, overlay ustiga yana bitta video tushdi degani. Ya'ni mana bunaqa videoni biz mana shunaqa ko'ramiz. To'g'rimi? Video ko'ryapmiz. Layer degani, ya'ni qavatlar. Qavatlarni ko'rayotganimizda, overlay qilayotganimizda xohlagancha overlay qo'shsangiz bo'ladi qavatlarni. Ya'ni ustiga yana bitta video, ustiga yana bitta video, ustiga yana bitta video qo'shilib ketaveradi. Qaraganingizda o'zini ketma-ketligi bo'ladi. Overlayda ham hozir qarab ko'rsatamiz. Videomiz overlay bo'lib tushdi. Buni biz bosib ushlab turib, chapga, o'ngga tashlasak bo'ladi. Ya'ni timeline'imiz bo'yicha o'ngroq, chaproq, oldinroq, keyinroq ko'rinadigan qilib qilsak bo'ladi. Bunaqa overlaylardan, ya'ni qavatlardan aytib o'tganimdek ko'p qilsangiz bo'ladi. Ya'ni oldik, masalan, bu qavatimizni olib duplicate qilamiz. Yana bitta tushdi. Buni bosib ushlab turib, keyingi qavatga o'tkazib yuborsak bo'ladi. Ya'ni 3 ta qavat bo'ldi masalan. Asosiy, birinchi, ikkinchi. Shunaqa har xil qavat ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Agar bilmasdan bironta kadringizni qavatga o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, o'sha qavat ustiga bosib, kadringizni ustiga bosib main track degan joy bor. Ya'ni asosiy qavatga o'tkazib yuborsak bo'ladi, qaytarib orqaga.
adjustment degan joy bor. Bu ya'ni videomizni yorug'ligi, kontrasti, ya'ni svetofor. Svetoforini to'g'rilasak bo'ladi. Saturation qanchalik yorug'langan, qanchalik ranglangan, ranglanmagan ko'rishingiz mumkin. Mana. Oldik, adjustmentga kirdik, brightness, yorug'lik. Ko'tardik, ko'tarilyapti, pasaytirdik, pasayyapti. Bu narsa kontrast, saturation, qanchalik rangli, rangli emas. Shunaqa qilib brilliance, HSL har bitta rangga javob beradi. Ya'ni masalan ko'rib turishingiz mumkin. Qizil, sabzi rang, sariq, yashil, ko'k, siyoh rang, pushti. Har bittasini tanlab, o'sha rangni, masalan bizning kadrimizda hozir bor, aytaylik, sabzi rang, jigarrang kadrimiz bor. Ya'ni kofeni donlari. Sariqni oldik. Kadrimiz qanchalik sariqlashadi yoki sariqlashmaydi. Ya'ni kadrimizda bor sariq ranglarni ko'proq yoki kamroq qilsak bo'ladi. Yokida o'sha bor sariqlarni sabzi rangroq yoki yashilroqqa o'zgartirsak bo'ladi. Shunaqa qilib har bitta rangni o'zgartirib chiqsak ham bo'ladi. Tak. Filtr bu o'zimizda CapCut'da o'zida bor filtrlar. Ya'ni o'zi rangini bo'yab beradi. Mana bosdik filtrni qanchalik kuchli, kuchsizni ham qo'ysak bo'ladi. 100% ga qo'ysak bo'ladi filtrni, 50% ga qo'ysak bo'ladi. Shunga qarab filtrimizning kuchi kuchayadi yoki kamayadi. Retush ham bor. Bu retush agar biz bitta yuzli videoni qo'yamiz. Retush bu yuzini to'g'rilab beradi. Asosan qizlar so'raydigan joyi. Bolalar hech qachon retush qilib bering demaydi. Retush oladigan bo'lsak, qanchalik yuzini tiniqroq yoki yuzini jag' taraflarini kichkinaroq, kattaroq qilib, o'zingizga yoqadigan qilib, ya'ni qiz bolaga o'ziga yoqadigan qilib, tiniqroq, tiniqmasroq qilsangiz ham bo'ladi, bemalol. Masalan, ko'rinish o'zgarayotganini ko'rishingiz mumkin. 0 da qanaqa, 100 da qanaqa. Retushni ham bilib oldik. Retush nafaqat yuzga, odamni tanasiga ham o'zgartirish kirita oladi. Masalan, olaylik body, ya'ni tanasi. Tanasini qanchalik ingichkaroq yoki semizroq qilishimiz mumkin. Asosan bu narsalar ishlatilmaydi. Body bilan hair, face ko'pincha ishlatiladigan. Ya'ni o'sha yuzimni tiniqroq qilib bering, sal videoda chiroyliroq chiqay deydigan qizlarga qo'yib ishlatsak bo'ladi bemalol. Xo'p, retush ko'rib chiqdik. Video quality, videomiz qanaqa? Bu narsa ishlatilmaydi, bunga tegish shart emas. Tak, remove background. Masalan, kadr oldik. Remove background qiladigan bo'lsak, xohlasangiz custom removal bor, ya'ni o'zingiz chizib chiqasiz obyekt ustiga. Nimani kesib tashlashimiz kerak, qaysini alohida olib tashlashimiz kerak. Masalan, belgilab oldim. Bo'ldi. Galchkani bosaman. Bo'ldi. Orqa fon yo'q. Ya'ni belgilagan narsam kadrda turibdi. Orqa fon belgilamagan narsam yo'q, uje qop-qora ekran bo'lib turibdi. Olib tashlaganmiz. Ya'ni chroma key ishlatishimiz mumkin. Bu chroma key qaysi paytlarda ishlatiladi? Tiniq yashil yoki ko'k fonda qanaqadir zapis qilingan bo'lsa, o'sha kadrni o'ziga navodiz qilib pipetkani, mana bu narsa pipetka deyiladi. O'sha rangni olib tashlaydi. Ya'ni chroma key qaysidir rangni ustiga yo'liqtirsangiz, o'sha rangni remove qilib tashlaydi, ya'ni olib tashlaydi, bo'ldi. Qora ekran bo'lib qoladi. Overlay qilib boyaga qavatlarni qo'yib, qavatlar ko'rinadigan qilsak bo'ladi. Tushunishinglar uchun, masalan, boyagi holatga qaytaylik. Tak. After removal ham bor. Ya'ni after removal bu o'zi avtomatik hech narsani belgilamasangiz, odamni o'zi kesib beradi.
odamni kesib olsak, mana orqa fon qora bo'ldi. Boyagi overlayimizni, ya'ni qavatimizni o'ngroq sursak, o'ngroq surdik. Remove background qilgan kadrimizni oldinroq qavatga chiqaramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqa fonida uni orqarog'idagi qavatdagi kadr turibdi. Ya'ni obyektni kesib oldik, oldinga chiqardik-da, orqa foni qora joyga boshqa kadr qo'ydik. Bo'ldi. Shunaqa qilib qavatlandi. Boshqa fon qo'yildi. Xo'p, davom etamiz. AI expand bor. Ya'ni kadringizni aytaylik, kadringiz kichkina. Masalan, mana 916 kadrimiz bor. Bizga uzoqroqdan kadr kerak. Kadringizni o'zini kichkinaroq qilib, ya'ni mana shu 916 ga kichkinaroq qilib sig'dirsak, ko'rib turishingiz mumkin o'zi. Yana qo'shimcha expand qilib yuborishimiz mumkin. Generate bosamiz. AI expand qilib berishini kutamiz. Ozgincha vaqt oladi. Ya'ni sun'iy intellekt kadringizga yana ko'proq ob'yom joy qo'shib beradi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Bu narsalar aytib o'tishim kerak. AI remix, ya'ni AI expand o'zi xususiy intellekt bilan ishlayotganimizda subtitr qo'shib berish joyi bor. Tekstga hali kelmadi. Masalan, aytib o'taman. Text degan joy bor, auto captions bor. Ya'ni xususiy intellekt bir nima qilib berish uchun, CapCut to'g'ri ishlash uchun joyida menga o'xshab hozir 99% da qotib qolmaslik uchun VPN yo'q qo'ysangiz, to'liq qilib beradi bu narsani. Keyingi darslarda ham ko'rib chiqamiz. Hozir prosta o'rganib chiqamiz, qaysi narsa nimaga javob berayotganini. Tak, opacity, ya'ni kadringiz qanchalik ko'rinyapti, ko'rinmayapti. 50% ga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 50% ga tiniq ko'rinyapti, 50% ga ko'rinmayapti. Bu asosan qayerda ishlatiladi? Boyagi trackga qaytib olamiz. Bu asosan birinchi kadrda yoki asosiy kadrlarda, asosiy trackda ishlatilmaydi. Qavatlarda ishlatiladigan narsa. Ikkinchi qavatdagi videomizni olamiz. Opacity'sini masalan aytaylik 50 ga qo'ydik. Ya'ni orqadagi video ham birinchi qavatdagi video ham, ikkinchi qavatdagi video ham ko'rinyapti. 50% ga qo'yganimiz uchun. 20-25 o'zimizga qulay qilib qo'yib olsak bo'ladi. Qanchalik oldinroqdagi kadr, qanchalik orqaroqdagi kadr ko'rinishiga qarab. Xo'p, motion blur. Motion blur nima beradi? Kadrda masalan qo'l qimirlayapti yoki qanaqadir ish bo'lyapti. Jarayon o'shanga blur qo'shib beradi. Ya'ni tiniq emas, o'sha sal blurli narsa bo'ladi. Mana ko'ramiz. Blur deta 50 ga qo'yamiz, blend 50 ga qo'yamiz. Galochka bosamiz. Ozgincha kutamiz. Motion blur qo'shib beradi. Hop, motion blur qo'shildi. Bu qavatni olib turamiz, xalaqit bermasligi uchun. Tak. Bu yoqqa qo'y. Mana motion blursiz kadrimiz. Masalan, oddiy motion blurli kadrimiz. Ko'rishingiz mumkin. Harakat bo'lyapti. Kofe donalari tushayotganda ko'proq blur qo'shilgan. Ya'ni xiralashgan kadr o'sha joyi. Motion blur shuni beradi. Sal xiralashtirishni beradi. Boya AI bo'yicha aytib o'tganimdek, eye contact degan joy bor. Kadrda speaker kameraga emas, kameradan nariroqqa, o'ngroqqa, chaproqqa, teparoqqa qarab gapirgan bo'lsa, eye contact bilan to'g'rilab olsak bo'ladi. Xususiy intellekt kameraga qaraganday qilib ko'zini to'g'rilab beradi. Tak, transform. Bu ya'ni nima? Kadrimizni o'sha qanchalik kesib tashsak bo'ladi. Transform qilganimizda kadrni rotate tugmasi bor. Ya'ni kadrimizni ko'rishingiz mumkin. Graduslari o'zgaryapti. Ya'ni bor kadringiz mana bunday yoki mana bunday bo'lib qolishi mumkin. To'g'rilab o'zgartirib olsangiz bo'ladi o'zingizga qarab. Mirror bor. Ya'ni bor kadringiz oynada o'zingiz aksingizni ko'rganday teskari bo'lib qoladi. Stabilizatsiya nima? Stabilizatsiya nimaga kerak? Ya'ni kadringiz qimirlab qolgan bo'lsa, kamera tekis turmagan, tekis ushlanmagan, qo'lda qaltirab qolgan bo'lsa, stabilizatsiya qo'shsangiz o'sha qaltirashni olib tashlaydi kadrdan.
Bez stabilizatsiya kadr ko'radigan bo'lsangiz, kamera qaltirayapti. И stabilizatsiyani qo'shamiz. Stabilizatsiyani ham kuchi bor. Minimal cropping recommended, most stable. Ya'ni 1 2 3 deb olaylik. Har doim ham 3 ga qo'yib yuborish yoki har doim 1 da ishlatish kerak emas. Kadrga qarab, kadr qanchalik qaltiragan, qanchalik crop qilyapti. Ya'ni o'zi stabilize qanaqa qilib tashlaydi. Qaltiragan joyini prosta videoni yaqinlashtirib, qaltiragan paytda u o'sha videoni billa qimirlatadi. Shuning uchun stabilizatsiya qilganingiz kadringiz yaqinroq bo'lib qoladi. Stabilizatsiya qo'yildi и kadr ko'rishingiz mumkin. Qaltirash ketdi. Bor ozgincha hali ham. No, boyagidan ancha yaxshiroq. Tak, stabilizatsiyani ko'rib chiqdik. Kamera tracking. Bu asosan o'sha yuz bor videoda ishlatiladigan narsa, kamera tracking. Ya'ni yuzga, bodyga, aytaylik, katta joyda, katta xonada kadr olindi, uzoqdan olindi. Kamera tracking yoqib yuziga trek qilib qo'yadigan bo'lsangiz, videoni yaqinroq oladi birinchidan, o'zi yaqinlashtirib beradi и chapga, o'ngga kadrda qimirlaganda o'zi siz qo'lma-qo'l bir marta bitta to'g'rilaganingizdan ko'ra kadrni o'zi avtomatik obyekt orqasidan yurib boradi. И bo'ldi. Extract audio. Ya'ni bu nima beradi? Videomizda bor ovozni boshqa doroshkaga ko'chirib beradi bo'ldi. Ya'ni mana endi videoni ovozi yo'q, ovozi alohida. Eshitishingiz mumkin. Tiq qilgan ovoz mana bu kadrda edi, knopkani bosganda. Biz bu ovozni chiqarib oldik alohida trekka, alohida qavatga. Alohida qavatni qaytarib olamiz ovozini. Reduce noise. Reduce noise asosan nimaga ishlatiladi? Gapirilgan videolarda. Bu videomizda gapirilgan joy yo'q. Lekin videoda qanaqadir odam speaker gapirgan bo'lsa, orqada qanaqadir shovqin bo'ladigan bo'lsa, reduce noise qilsangiz, o'sha orqadagi shovqinlarni, orqa fondagi shovqinlarni kamaytirib beradi. Har doim ham 100% ga olib tashlamaydi. No, ancha tiniqroq, ancha yaxshiroq qilib beradi. Audio effect. Audio effect nima beradi? Audio effect aytaylik, keling, yana bitta video qo'shamiz. Gapirilgan video qo'shamiz. Gapirilgan video qo'shdik. Eshitishingiz mumkin. Tak, endi audio effektga kirib masalan, olaylik, vinil qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ovozga effekt qo'shib beradi, bo'ldi. Effektlarning ham har xili bor. Baland qilib, tonni, ovozni radiodan kelayotganday qilib yoki ovoz uzoqdan, yaqindan, baland, past qilib ishlatsak bo'ladi. Xullas, hammasini try qilib ko'rsanglar bo'ladi, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Tak, enhance voice. Enhance voice bu gapirilgan videoda o'sha orqadagi shumni emas, orqadagi keraksiz ovozlarni emas, sizni speakeringiz gapirgan gapni ovozini ko'tarib beradi. Shunda orqa fon sezilmay ham qoladi. Ya'ni boyagi reduce noise boshqacha variant. Tak, freeze tugmasi nima beradi? Kadringizni to'xtatib qo'yadi. Ya'ni o'sha yana bitta yangi kadr qo'shib beradi. U yangi kadringiz stop kadr prosta. Qaysidir videoingizdagi momentda stop kadri bo'ldi. Tak, bu bizga hozir kerak emas. Reverse bu bor videoingizni orqadan oldinga haydab beradi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Videoni orqadan oldinga bo'lyapti. Boshini qo'yaman. Bo'ldi. Reverse xuddi shu narsani qilib beradi. Endi mask degan joyi bor. Mask nimaga ishlatiladi? Asosan o'sha qavatlar bilan ishlatilayotganda, aytaylik, bu kadrimizni olamiz. Bu yoqqa tortamiz.
maskni ustiga bosamiz. Mask asosan qavatlaringizni, masalan, asosiy qavatingiz qo'shilgan qo'shimcha qavatingizni maska qilib beradi. Ya'ni o'zingizga xohlagan qilib, bitta poloska qilib, to'rtburchak qilib, dumaloq qilib, xohlagan shaklda keltirib, faqat o'sha joyi ko'rinadigan qilishingiz mumkin. Ya'ni asosiy qavatingiz ustiga qo'shilgan qavatni faqat o'sha aytaylik to'rtburchak bo'ldi. Faqat shu joyi ko'rinyapti. Buni ham pastroq, teparoq ili tere tushini to'g'rilashimiz mumkin, чтобы bunaqa fade qo'shib yuborishimiz mumkin. Bo'ldi. Shunga javob beradi asosan. Har xil shaklda olib ko'rishingiz mumkin. Dumaloq, to'rtburchak, yurak rangida har xil. Xo'p. Hamma asosiy narsa bo'yicha qilib chiqdik. Qo'shimcha qavat qo'shish bo'yicha. Qo'shimcha qavat faqatgina o'sha kadr ustiga bosib overlay emas, kadr ustiga emas, boshqa joyga, ekranning boshqa joyiga, hech narsa qavat yo'q joyiga, kadrimiz yo'q joyiga bosadigan bo'lsak, boyagi narsalar chiqib keladi. Edit, ya'ni audio, text, effect, overlay. Overlay qiladigan bosadigan bo'lsangiz, o'sha add overlay galereyangizdan boshqa kadr qo'shishingiz ham bo'ladi. Ya'ni keyingi qavatga qilib. Addni bosamiz. Kadrimiz qo'shildi. Yangi qavat bo'lib. Bo'ldi. Bu kadrni kichkinaroq, kattaroq qilib o'ynab qilsak bo'ladi. Bu nafaqat overlay. Bu boshqa kadrga ham bog'liq. Boshqa kadrni ham kichkinaroq, kattaroq qilishimiz mumkin. Faqat buni olib turamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kattaroq, kichkinaroq. Xo'p. Captions boya aytib o'tganimdek, xususiy intellekt orqali gapirilgan gapga tekst qo'shib beradi. Tak, audio. Audio bu sound effect, record. Record bu videoni yozayotgan paytda, edit qilayotgan paytingizda record bosib, o'zingiz gapirib, ovoz qo'shib bo'ladi. Sound effect, CapCut'da o'zini sound effektlarini ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, сохранённыйdan to'g'ri javobni ovozi, telefon qilinayotgan, telefon qo'yib qo'yilgan ovozi, poiskga o'zingiz masalan wush deb yozadigan bo'lsak, wush chiqarib beradi. Ya'ni o'sha soundni. Yoki-da sound o'zini CapCut'da muzikalari bor. Videoingizni настроенияsiga qarab, muzikasini eshitib, o'zingiz xohlaganini qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni CapCut'ni ilovani ichida o'zi qo'yiladigan, ishlatiladigan sound effektlarining o'zining muzikalari ham bor. Text qo'shadigan bo'lsak, auto captions boyiga avtomatik qo'yib beradigan caption, subtitrlar, add text bosadigan bo'lsak, klaviatura chiqadi. Aytaylik, salom deb yozdik. Galochkani bosdik. Tekstni kattaroq, kichkinaroq qilishimiz mumkin. Yoki-da tekstni stilini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni font qanaqa shriftda bo'ladi? Style qanaqa rangda bo'ladi? Tak, orqa foni qanaqa bo'lishi mumkin? Effekt qo'ysak ham bo'ladi tekstni o'ziga. Ya'ni yonib turishi mumkin, qog'ozli variantda qilishimiz mumkin. Ya'ni har xil ko'rib, hammasini bosib chiqishingiz mumkin. Animatsiya, tekstga ham animatsiya qo'shishimiz mumkin. Ya'ni tekstingiz qanaqa videoga kirib keladi yoki videodan qanaqa chiqib ketadi yoki kombo qilib, loop qilib, o'sha tekstingiz butun turgan timeline bo'yicha qanaqa turadi. Masalan, videoingizga type tone bosdik. Sekin yorishib kirib keldi. Yoki bounce out qiladigan bo'lsak, orqaga kichkinayib chiqib ketib qoldi. Bu ikkitasini ham olib tashab, qanaqa kirib kelish, qanaqa chiqib kelishni oladigan bo'lsak, loop qilishimiz mumkin. Masalan, wave kirdi, chiqdi. Yoki kirdi, chiqdi. Bo'ldi. Bubbles tekstingizni
yana effekt qo'yib beradi. Komiksdaqa yoki kitobdaqa tekstlar chiqishi mumkin. O'sha effektlarni qo'yib olasiz. Tekst qo'shganingizdan keyin mana bu tugmalarni hammasi boyagi ko'rib chiqqanimizda bor. Masalan, style o'zini bosadigan bo'lsak, tepaga o'tib qoladi, bo'ldi. Templates, font, style, effect hammasini qo'shib chiqishimiz mumkin. Endi tekstimiz bitta kadrga emas, ikkita kadrga, uchta kadrga yoki ko'proq qilib to'g'rilashimiz uchun tekst ustiga bosamiz. Tak. Polzunokni o'ngroq, chaproq tortib, tekstimiz qanchalik uzunligini belgilab berishimiz mumkin. Endi boya ko'rib chiqqanimizdek effekt bor edi. Klipni ustiga bossak effekt qo'ysak bo'lardi. Bu yoqda ham xuddi shu narsa bor, effekt. Lekin bu boya ko'rib chiqdik, faqat bitta effekt qavat bo'lib tushadi. Ya'ni bu nimasi bilan qulay? Videoni o'ziga emas, effekt butun timeliningizga tushadi. Buni har bitta kadringizga qo'shishingiz mumkin effektni. Bo'ldi. Hamma kadrga tushdi. Ya'ni har bitta kadrga qilib, har bittasiga effekt bosib, har bittasiga bitta qo'shib chiqqandan ko'ra alohida qavat qilib, buni butun videongizga cho'zib olsangiz bo'ladi. Xuddi shu narsa filtrlar bilan ham ishlaydi, adjustment bilan ham ishlaydi. Ya'ni har bitta kadrga kirib, bitta to'g'rilab, keyingi kadrga o'tib, yana bitta to'g'rilagandan ko'ra, bitta qavat qilib chiqarib olib, o'shani to'g'rilab, butun videoga to'ldirib olsangiz bo'ladi. Aspect ratio bu o'sha boya aytib o'tganimdek, kadringizni qanaqa bo'lishi kerak, videongiz qanaqa bo'ladi? 9:16 mi? Instagram variant 1:1, YouTube variant 4:3, 3:4 ketdi shunaqa qilib. Background nimaga javob beradi? Masalan, bu kadr olaylik. Oxiriga chiqarib olaylik. Mana. Orqa fonimizni olib tashlaganmiz, remove background qilganmiz, orqa fonimiz qora bo'lgan. Shu payt backgroundni bosib, buni asosiy trackka chiqarib olamiz. Birinchi asosiy qavatga chiqarib oldik. Shu asosiy qavatga background qo'shsak bo'ladi. Xohlasak blur qo'shishimiz mumkin, lekin bu bizga to'g'ri kelmaydi, chunki orqa fonni shundoq olib tashlaganmiz. Xohlasangiz image qo'shsangiz bo'ladi. O'zingiz galereyangizdan olib turib, qanaqadir kadrni olib orqa fonga mana shu kadrni qo'shib olishingiz mumkin. Yoki-da orqa fonga rang qo'shib qo'yishingiz mumkin. Oq, qora shundoq turadi, sariq, sabz rang, qizil. Ya'ni asosiy qavatingizda turgan narsani remove background qilib, qanaqadir obyektni alohida olib qo'ygan bo'lsangiz, orqa foningiz qop-qora bo'lgan bo'lsa, o'sha kadrni orqa fonni, backgroundini to'ldirib olishingiz mumkin. Shunga javob beradi. Asosiy hamma knopkalar bo'yicha qarab chiqdik, ko'rib chiqdik. Eksport qilayotganda qanaqa qilinadi? Birinchidan Ultra AI HD, ya'ni video olinganda HD olingan bo'lishi mumkin. Instagramda Reels ko'rayotganingizda, masalan, kechqurun asosan seziladi. Kechqurun Reels ko'rib o'tiribsiz, qaysidir Reels ko'rganingizda birdan yorishib ketadi. Bu o'sha HD da olinganiga shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lmaslik uchun Ultra HD ni o'chirib qo'yamiz. Tak. Har doim 1080 da eksport qilamiz, chunki 2K, 4K eksport qiladigan bo'lsak, birinchidan videomizni megabayt, ya'ni razmeri katta bo'lib ketadi. Ikkinchidan, qayerdir joylayman deydigan bo'lsangiz, Instagram, TikTok baribir bu kачествоdan ko'tarmaydi. Bunaqani baribir o'zi kamaytirib oladi. Frame rate 30 da 30 dan ko'p qiladigan bo'lsangiz, Instagram baribir ko'tarmaydi. 30 ga o'zi qaytarib tushirib qo'yadi. Tak, bo'ldi. Shuni o'chirganimizdan keyin export tugmasini bosamiz. Qilgan videomiz 100% ga to'lgandan keyin galereyamizga tushadi. Videoni boshida aytib o'tishim kerak edi. Har bitta darsdan keyin uyga vazifa bo'ladi. Shu uyga vazifalar tekshiriladi. Har bitta uyga vazifadan feedback olinadi. Har bitta uyga vazifani qilganingizda o'zingizda o'sish ko'rib borasiz. Qayerni noto'g'ri qildingiz, qayerni to'g'ri qildingiz. Bu yerda hozirgi paytda sizga zo'r qilishingiz muhim emas. Chunki endi boshlayapsiz. Sizga ko'proq qilishingiz mumkin. Ko'proq xato qilib, ko'proq o'rganib, qanchalik ko'proq o'rganib, qanchalik ko'proq video montaj qiladigan bo'lsangiz, shunchalik qo'lingiz ko'nikadi. Birinchidan, o'zingiz ko'nikasiz. Shuning uchun birinchi o'rinda hozir bugungi darsni uyga vazifasi CapCutga kiring. Har bitta tugmasini bosib ko'ring.
Har bitta polzunoklarni chapga o'ngga tortib ko'ring. Nimaga javob beryapti, nima o'zgaryapti, nima qo'shilyapti, hammasini ko'rib chiqing. Video darsdan keyin pastroqda link bo'ladi. Linkdan o'tib video referenslar bor. O'sha referenslarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 12 dars bitirganimizdan keyin qanaqa rezultatga ketamiz, qaysi nuqtadamiz hozir, qaysi nuqtaga qarab ketamiz. Shu referenslarni ko'rib, mana shunaqa montajgacha yetib borishimiz kerakligini ko'rib, o'zingiz uchun bilib olishingiz uchun ko'rib chiqasiz. Unutmang, har bir kadr bu imkoniyat. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.